Efendim, tez berip su ap keling. Hop. Efendim, tez berip yağ ap keling. Hop. Efendim, su ap keling. Hop. Efendim, su toşun. Ma'qul. Efendim, yağ toşun. Hop. Efendim, otun ekiling. Hop. Efendim, su ekiling. Hop. Efendim, yağ toşun. Efendim, su ekiling. Oy canım. Oy ya. Oh. 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 Vah. Bu toşkan bek umakken. Bu toşkan bana bir işte yardım kısıp oğudek. Dak. Efendi. Bay hocam, neyim tapşırıkları bakken? Men mehmandarchilikqa borman. Qaytib kelguncha o'yining ishi nam tursin. Esingizda bo'lsinki, suv ishlatmang. Hop. Odatda qurib ketmasin. Ma'qul. Agar o'rinlayolmasangiz, 20 yillik ish haqingizni tutib qolaman. Bu so'zimni obdan anladingizmi, ha? Anladım. Alileri. Men çoğum tapşırıkları boyunca o'rindayman. Ishga obdan qara. O'rab qochmasin. Sizlar buningdan xotirjam bo'lsizlar. Obdan qarayman. Vay Tanrım! Efendim! 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 Bay hocam, meni chaqirdilarmi?
Ben seni ishga obdan qara degan edim-ku. Man qarısla, sizning topshiriqli bo'yicha sirtqa chiqsam-mu, ishni yudib chiqdim. Ishga bir obdan qarab atmamdim mana. Bu hoyluğu sepilgen yağ. Sizning deganlar bo'yicha o'yilni quruq tutmadim. Nem qildim. Kim seni yağ işlesin depti? Bayxo'jam, sizlar o'zlari suv ishlatma, o'yilning ichi nem tursin, optatda qurib ketmasin degandilar. Shunga topshiriqlar bo'yicha ish qildim. Yo'qol ko'zimdan. Onu çokum cazalışımız gerek. Onun özümüzni bir köstüp koyaylı. Hey, lekin o gadaydan bir tenma pul bo'lmasa, onundan nima chiqa? Oho, shundoq. Lekin to'g'ri, bir amal topdim. Degina. Efendim. Ahir zaman bulduğum boptu. Efendim çatak oldu. Ahir zaman yetip kepti. Koyunuz ehtlik için yaşayamaydıken. Şuna onu biz soyup yeviteyli. Koyunuz bizle birge cennetke kirsin. Kandak bulamdı. To'g'ri, bir vaqtimizni tamoq yeb olmamdiq. To'g'ri. Mening bu qo'yimning haqiqatan mutaliyi ekan. Begimlar bilan birlikda jannatga kiradigan o'xshamamdi. Bak yaxshi oldu. Anlaşımca sizden bir toshqinimiz bor ekan-ku. Yaşap ket. Umu bizden birge cennetke kirse, hech gap emas. To'g'ri, jannatga. Biroq mening toshqinimning bunchalik tali yo'q. U toshqan kanatdagilarga xabar yetkazilib ketgandi. Xabar yetkazgili? Kanatdagilarga oxir zamonning yetib kelganligini yetkazib qo'yish kerak-da. To'g'ri aytdimmi? Yaxshi. Biz soğuk içip geleyli. Efendim koyunu öldürüp, göğsünü şorup kısın. Biz göğsünü yap, şorupsunu içip, cennetke birlikte kireyli. Kandak? Yaxshi. Doğru, cennetke birlikte kireyli. Nime dikenmizlik? Bizlik. Vah, göş, hakikaten mi yumuşak pişti? Hey, göç pişti! Benim kiymem. Benim koyum. Sen tezden cennetke kirsen. Bizning kiyimimiz yo'qtirdi. Efendim, Bizning kiyimimiz qani? Kiyim? Uçak selip köydürüvettim. Bizning kiyimimizni nimiz ko'ydirib Ahir zaman bulunduğun dursa, mening koyumning mu kerak qolmagan ekan, sizlarning kiyiminglarning keragi nima? Shuni köydürüvettim. Çatan bo'ldi. Qaraganda ular hergiz buni bilan bo'ldi qilmaydi. Vaqti kelganda u toshqan bizga toza esqatdi. To'g'ri. Efendim, sen üç bayının kiyimini köydürüp etken uchun 3 oylik qamoqda yotsan. Aslida biz jannat ko'rishmoqchi bo'lgandik. O'ylamabdiman. Bu yerda oxir zamon bo'lmaydigan ish bo'lsa, men 3 oylik qamoqda yotsam-mu, rozi.
Bo'pti Undaq bo'lsa, men uyimga xabar yetkizib olsam bo'ladimi? Toshqanchaq, tez berib, mening 3 oylik qamoqda yotadiganimni uydagilarga xabar qilib qo'ygin. Ular menga azroq polo, samsa, qo'y go'shi, yana bir chaynak etgan choy og'ash kelsin. Tez bag'in. Bora. Tez bora. Efendim, sen sonra hanıda yalan el çıkıp edin ama. Alileri! Bu toshqan bana efendimden qo'ziga ichib ketibdi. Yeydigan narsa akasin deydi deb xabar yetkazib beribdi. Alileri bir amal qilib, o toshqanni ilib olayli. Bo'lamdi. Efendim, sen qamoqda yatmısan mı buludu? Bu toshqunun sen üçün türmüdü yatsın. Onda qısam bo'lmaydi. Men 3 yil turmida yazsammi, bu toshqanni hergiz sizlarga bermayman. Ondaqda sen 10 yıl turmudi yatsan. Undaq qilmang efendim. Toshqanni berib o'tdan bo'lamdi. Shunday qiling. Bo'pti. Lekin mening bir shartim bor. Nima shart? Aslida toshqanom yakanga, tuqqanlarga xabar yetkazib bormoqchi bo'lgan. Biroq siz toshqanni elib olgandan keyin men yakanga o'zim berishim kerak. Shunga menga bir parcha yo'l xati yezib bersiz. Bo'ladi. Elim. Toshqan sizga talab bo'ldi. Men yo'limga menga yemasa. Yaxshi oldu. Aka chiqilma. Aka chiqilma. Aka. Begim. Hokimlar yo'lda kelayotibdi. Shunga bizga xabar yetkazib xabarchi kelibdi. Dal vaqtida kelibdi. Toshqanchaq. Tez berib, xotinimga aytqin. Mehmonga kebab, polo, manta, qetiq, üzüm, qo'g'on qatorliq narsalarni tayyorlab tursin. Texi toshqan xabar yetkazamdikan? Tez berib ayt. Men hozir hokim begimni mehmon qilaman. Tez berib xabar yetkazgin. Qo'llari hokim janobning sharif uchun isil noz-nimetlarni tayyorladi. Qani marhamat. Noz-nimetlar qani? Neydeki noz-nimetken o? Toshqanchaq xabar olib ketgan edi-ku. Toshqan, sizning peshingiz aylanib qapti. Ediki toshqanken o. Aycan! Hakim janoblar gunohimdan o'tkaysiz. Faqat qo'llari oldingizda xijilman. O'limga mahkumman. O'limga. Ey! Qaysing ba?
Efendimni tezden tutup gelin la. Ahtır ola. Hop. Efendim yokken. Baygucan, hayır hoş emse. Hakim ne mazak kığını üçün. O ölüm göküm kılınsın.人人都叫我阿凡提，那事儿的那凡提，生来就是个倔脾气，倔呀倔脾气。骑上小毛驴，我早呀早四方，从南跑到北，从东跑到西，从东跑到西。爱国人间不平时，爱国人间不平时。有位穷人出考绩，有位穷人出考绩。骑上小毛驴，我早呀早四方，从南跑到北，从东跑到西，从东跑到西。